Hozir sizlarga roddomdagi palatamni ko'rsataman. Bir kishilik. Eshikdan kiraverish bilan dush, vanna, tualet, ya'ni bu yerda demak kravat, chaqaloq uchun kravatka, bu yerda shkaf и boshqa hech narsa yo'q. Gretsiyada kelayotgan qarindoshlarni shokoladlar bilan, shirinliklar bilan ugashat qilishadi. Bu yerda balkonga chiqish mumkin emas deb yozib qo'yishgan. Men hozir ko'rsatdik qanaqaligini. Shamol. Oy, bugun juda ham sovuq. Oy. Sovuq. Вот так. Yogurt, ya'ni qatiq, varenье, sariyog', shakar, choy, romashkali choy и сухарик. Nonushta. Kuniga 3 mahal shunaqa dorilar berib ketishardi. Bularning hammasi tekin. Raddomda 4 kecha yotdik va har kuni ertalab medsestralar chaqaloqlarni o'zligicha cho'miltirishardi. Bundan keyin pediatr ko'rigidan o'tardik. Bu davlat raddomi hisoblanadi va 4 kechaga 220 yevro to'ladik. O'zbek so'mida 3.185.000 so'm. O'zbekistonda narx-navolar qanaqaligini bilmayman. Toshkentda raddomga qancha to'laysizlar?